Hammaga salom. Men Shahriy Husniddin. 15 yillik repetirlik tajribasiga ega kimyo o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan milliy sertifikatga tushgan va tushishi mumkin bo'lgan 3 ta muhim masalani ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi masalani ko'rib chiqamiz. Masala sharti mis-2 sulfat eritmasi tuz tugaguncha elektroliz qilinganda eritmaning konsentratsiyasi o'zgarmadi. Dastlabki eritma konsentratsiyasini aniqlang deyapti. Demak, bu masalani ishlash uchun avval biz mis-2 sulfat tuzi eritmasini elektroliz qilib ko'ramiz. Bunda katodda mis metali, anodda kislorod gazi va eritmada sulfat kislota hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirish uchun kislorodni oldiga 0,5 koeffitsient qo'ysak yetadi. Masala shartiga diqqat bilan e'tibor berish kerak. Masala shartida hech qanday raqam yo'q. O'rta darajadagi abituriyentlar bu masalaga o'zi yechim qilish mumkinmi degan bir savol tug'ilishi mumkin. Albatta bunga yechim taklif qilish mumkin. Masala shartida raqamlar berilmagan holatda ham bu holat uchun konsentratsiyani topish mumkin. Faqat bu masalani ishlash uchun o'quvchi eritmani juda ham chuqur tushungan bo'lish kerak. Mis-2 sulfat eritmasi elektrolizga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak va masala shartida tuz tugaguncha elektroliz qilindi deyapti. Demak, elektrolizdan keyin idish ichida mis sulfat qolmaydi va eritmaga konsentratsiyani endi reaksiya natijasida hosil bo'lgan sulfat kislota beradi. Lekin konsentratsiya o'zgarmagan. Endi eritmani yaxshi tushungan o'quvchi o'ziga savol beradi. Qanday qilib erigan modda o'zgaryapti? Oldin elektrolizdan oldin erigan modda mis-2 sulfat tuzi edi. Endi sulfat kislotaga aylanyapti. Va bunda massa kamayishi ham bo'lyapti. Mana bilasiz, elektroliz mavzusidan katod va anodda ajralgan moddalar eritma massasini kamayishiga sabab bo'ladi. Ular eritma tarkibida bo'lmaydi. Eritma massasi kamayishi bo'lyapti 80 grammga reaksiya bo'yicha. Reaksiyaga 160 gram mis sulfat ishtirok etyapti. Reaksiyadan 98 gram sulfat kislota hosil bo'lyapti. Erigan modda massasida o'zgarish bor, eritma massasida o'zgarish bor, lekin konsentratsiyada o'zgarish yo'q. Shunday bo'lishi mumkinmi? Albatta shunday bo'lishi mumkin. Qachon erigan moddani massa kamayishi bilan eritmani massa kamayishi dastlabki eritmadagi erigan modda bilan eritmani massasi kabi bo'lganda shunday bo'lishi mumkin. Demak, biz dastlabki eritmada qancha mis-2 sulfat bo'lganini bilmaymiz. Shu uchun uni M1 deb qabul qilamiz va uni massasini reaksiyada ishtirok etayotgan 160 gram mis sulfat kabi olamiz. Va kichik M1 bilasiz, bu eritma mavzusidan erigan modda massasi, katta M bu eritma massasi. Demak, elektrolizdan oldingi erigan modda massasini kichik M1 bilan olayapman. 160 gram deb qabul qildim, chunki mis-2 sulfat dastlab eritmada necha gram ekanligi noma'lum. O'zimizdan 160 gram deb oldik. Dastlabki eritma massasini x gram deb oldik. Va keyingi holatda eritma bir jarayondan ikkinchi jarayonga o'tyapti. Unda M2 sulfat kislota bo'lyapti. Erigan modda u 98 gram. Katta M2, ya'ni ikkinchi eritma massasi esa x-80 deb qabul qilsak bo'ladi. Sababi reaksiya bo'yicha massa kamayishi 80 ga bo'lyapti eritmada va shu yerda birinchi eritma bilan ikkinchi eritma orasidagi farq delta katta M deb qabul qilishimiz mumkin 80 gramga va birinchi eritmadagi erigan modda massasi bilan ikkinchi eritmadagi erigan modda massalari farqini delta kichkina M deb olsak, bunda xo'p 62 ga teng bo'ladi. Yuqorida aytganimday, erigan moddani massa kamayishi va eritmani massa kamayishi dastlabki eritma kabi bo'lganda konsentratsiya o'zgarmaydi. Ana endi biz W ni topish uchun 62 ni 80 ga bo'lishimiz kerak. O'shanda 0,775. Ya'ni foizda hisoblaganda bu 77,5% ni beradi. C javob. Va bu masalani tekshirib ko'rish mumkin. Aynan 77,5% deb eritmani qabul qilib, hosil bo'lgan sulfat kislotani konsentratsiyasini topganda yana shu 77,5 ni chiqarib bersa, demak masala to'g'ri ishlangan bo'ladi. Keling, qayta tekshirib ko'ramiz. 77,5% degan javobni qabul qildik. Endi buni tekshirish uchun biz mis sulfat eritmasining elektrolizini qayta reaksiya tenglamasini yozamiz. Xo'p, va bu holat uchun biz dastlabki eritmani 100 gram deb qabul qilamiz va dastlabki eritma foizini 77,5% deb olamiz.
Sulfat eritmasi 77,5% bo'lgan deb qabul qilyapmiz. Bunda 100 grammning ichida o'sha paytda tuzdan 77,5 gramm bo'ladi va bu yerda tenglashtirish uchun 0,5 qo'yamiz. 64, 16, 80 massa kamayishi va yuqoridagi massa kamayishi topiladi deylik. Xo'p, x1, x2 qilib olsak, proporsiya yo'li bilan 80 ni 77,5 ga ko'paytirib 160 ga bo'lganda, demak 38,75 chiqadi bunda. 38,75. X2 miz esa 47,47 chiqadi. 98 ni 77,5 ko'paytirib 160 ga bo'lganda. Demak, keyingi eritmani konsentratsiyasini topish uchun biz keyingi eritmamizda endi erigan modda sulfat kislota bo'lyapti va 47 gramm massaga ega. Elektrozdan keyingi eritmamizning massasi dastlabki eritma 100 gramm deb olinganda, massa kamayishi 38,75 bo'lyapti. Bunda katta M 61,25 ni beradi va kichik M katta M topilgandan keyin S% topish formulasiga qo'yadigan bo'lsak, biz kichkina M bo'lgan 47,47 ni bo'lamiz 61,25 ga va ko'paytiramiz 100% ga. Yana javobni tekshirib ko'rishingiz mumkin. 77,5% ni qanoatlantiradi va bu masalani qayta tekshirish hisoblanadi. O'quvchilar, ikkinchi masalani ko'rib chiqamiz. Masala sharti 500 ml 0,1 molarli temir 3 nitrat eritmasida 0,164 mol ion bo'lsa, tuzning dissotsialanish darajasini foizda aniqlang. Qavs ichida gidrolizlanish darajasi 10% va gidroliz birinchi bosqichda amalga oshgan deyapti. Demak, bu masala shartini o'qib shuni tushunish mumkinki, dissotsialanish darajasi va gidroliz bilan bog'lab tuzilgan bir chiroyli masala hisoblanadi. 2019 test markazi tomonidan chiqarilgan original kitobda, original bazada bor, dissotsialanish mavzusida. Va nima uchun bu masalani tanlab oldim? Sababi 2019-yil DTM boshqa yillarga nisbatan juda ham chiroyli, saviyali tuzilgan savollar barchasi. O'sha uchun 2019-yildan test markazi o'zining milliy sertifikat imtihonlarida juda ko'p foydalanadi. Ayrim yillarda o'zimiz imtihonlarda qatnashganimizda duch kelganmiz. 2019dagi masala hattoki raqami ham o'zgarmagan holatda yana tashlangan. Shu uchun abituriyentlarga tavsiyam 2019-yil original DTM kitobchasini ishlab chiqsangiz, eng kamida A sertifikat olish mumkin. Faqat tushunib ishlash kerak, ma'nosiga borib ishlash kerak bo'ladi. O'sha masalalardan bittasi temir 3 nitrat tuzini keling ionga ajralish tenglamasini ko'rib chiqamiz. Uning uchun temir 3 nitrat tuzini ikkita kategoriyaga bo'lishimiz mumkin, ya'ni ionga ajralgan, ya'ni dissotsiatsiya bo'lgan va ionga ajralmagan tuzlarga bo'lishimiz mumkin. Mana bu qismni esa dastlabki deyishimiz mumkin va ionga ajralgan tuzni o'zini ham ikki qismga bo'lish mumkin. Ionga ajralgan lekin gidrolizga uchramagan ionlari va ionga ajralgan molekulalarini ichidan gidrolizga uchraganlari. Chunki gidroliz mavzusidan bilasizki, gidrolizlanish darajasini topish uchun gidrolizlangan molekulalar sonini dissotsiyalangan molekulalar soniga bo'lish kerak. Gidrolizlangan molekulalar dastlabki molekulalar orqali topilmaydi, gidrolizlanish darajasi. Chunki tuz avval dissotsiatsiya bo'lsa, keyin gidroliz bo'lishi mumkin. Ionga ajralmaydigan tuz gidrolizga ham uchramaydi. Biz dastlabki tuzni molini topishimiz mumkin. Molar topishning bosh formulasidan n ni topishga o'tganimizda, erigan modda molini topganimizda molar hajmga ko'paytiriladi. Faqat hajm litrga o'tkaziladi. 0,1 ko'paygan 0,5, 0,05 mol bu temir 3 nitrat dastlab bo'lgan. Bu 0,05 moldan nechidir moli ionga ajralgan. Biz uni bilmaymiz. Demak, biz uni keling x mol deb olaylik. Va temir 3 nitrat tuzining gidrolizini birinchi bosqichi amalga oshgan deyapti masala shartida. Demak, bunga biz pastdan alohida temir 3 nitrat tuzini birinchi bosqich gidrolizini yozamiz. Bunda suvdagi bitta OH nitrat o'rniga kiradida, suvning H bilan nitrat anioni birlashib nitrat kislota hosil bo'ladi va temir 3 nitrat tuzining birinchi bosqich gidrolizdan hosil bo'lgan moddalardan qaysilarini ion ko'rinishida yozish mumkin? Bu temir 3 gidroksokationi va nitrat kislotadan chiqadigan H+ kationi va tuzdan ajraladigan 2 mol nitrat va kislota tarkibidagi 1 mol nitrat, demak qo'shilib jami 3 mol
nitrat anionini ham hosil qiladi. Xo'p, ana endi biz gidrolizlanish darajasi 10% degani uchun gidrolizlangan tuzni ustiga 0,1x qo'shishga haqqimiz bor. Sababi tuzimizni ionga ajralgan x mol, uni 10% ni topish uchun x ko'paygan 0,1x bo'ladi va gidrolizlanmaganlari esa 90% bo'ladi, 0,9x bo'ladi. Demak, biz 0,1x tuzdan chiqqan ionlarni topsak, reaksiya natijasida ko'ryapsizki, reaksiyadan 1, 1, 3 jami bo'lib 1 mol tuz o'zidan 5 mol ion hosil qilyapti. 0,1x dan esa jami bo'lib 0,5x ion chiqadi. Temir uch nitratni esa oddiy ion holida turganlari 0,9x mol bo'lsa, 1 molidan jami mana bu yerda tenglashtirganda jami 1, 3, jami 4 mol ion chiqadi. 1 molidan 4 mol bo'lsa, demak 0,9x dan 0,9x kara 4 bu 3/6x bo'ladi. Demak, 3/6x bilan 0,5x ni yig'indisi bizda 4/1x ni beradi. Mana shu 4/1x ni biz 0,164 ga tenglashga haqqimiz bor. Mana ikkinchi betga o'tib 4/1x ni 0,164 ga tenglaganda x qiymati 0,04 chiqadi va biz x deb nimani olgandik? X deb ionga ajralgan tuzni molini oldik. Demak, ionga ajralgan tuzni molini dastlabki tuz molekulalarini moliga bo'lsak, o'shanda alfa kelib chiqadi. Bu yerda 0,8% da bu 80% ni beradi. Buni javobi B bo'ladi. Demak, 3-masalaga o'tamiz. 3-masalani organik kimyodan tanlab oldim. Ko'p atomli fenolni yondirish uchun 2 mol kislorod sarflanib, 1 mol suv hosil bo'ldi. Ko'p atomli fenolning molyar massasini aniqlang. Xo'p. Demak, bu masalani ishlash uchun o'quvchi avvalambor fenol mavzusini eslab bilish kerak. Fenol C6H5OH, lekin fenolning o'zi ko'p atomli fenol emas, bitta OH saqlagan bir atomli fenol hisoblanadi. Demak, fenol ko'p atomli bo'lishi uchun uni tarkibida benzol halqasi dagi uglerod bilan ulangan OH'lar bo'lishi kerak. Misol uchun 2 tadir, 3 tadir, 4 tadir. Xullas OH'lar soni 2 ta va undan ko'p bo'lishi kerak ko'p atomli fenol bo'lishi uchun. Lekin bu joyda e'tibor bersangiz, benzoldagi vodorodlar o'rniga mana bu uglerodlar vodorod ushlaydi. Mana shu vodorod o'rniga OH gruppa kiradi, lekin H ketib OH kirish hisobiga vodorod sonida o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p atomli fenolning formulasi C6H6OX deb qabul qilsak bo'ladi. Buni sababi 6 ta uglerod benzol halqasida joylashgan, 6 ta vodorod, xoh uglerod OH ushlasin, unda bitta vodorod bo'ladi, OH ushlamasa, unda ham yana bitta vodorod bo'ladi. Shuni hisobiga fenol 2 ta OH ushlaydimi, 3 ta OH ushlaydimi, har qanday holatda ham demak vodorod soni 6 ta bo'ladi. Shuni bilgan holatda demak biz ko'p atomli fenol uchun yonish reaksiyasini taklif qilamiz. Demak, kelishganimizdek fenolning formulasini C6H6OX deymiz. Hozircha kislorod soni yashirilgan holatda bo'lsin. Reaksiya natijasida karbonat angidrid bilan suv chiqadi. Xo'p, reaksiyani tenglashtirish uchun karbonatni oldiga 6 qo'yamiz. Uglerodni 6 ta qilish uchun, vodorodni 6 ta qilish uchun suvni oldiga albatta 3 qo'yamiz. Va masala shartida aytayaptiki, ko'p atomli fenolni yondirish uchun 2 mol kislorod sarflandi deyapti. Kislorodning oldidagi koeffitsiyentni hozircha bilmaymiz, lekin 2 mol kislorod sarflanibdi. Ximiyada demak, masala shartida berilgan modda miqdorini reaksiya tenglamasidagi moddaning ustiga qo'ysak bo'ladi. 2 mol kislorod sarflanganda 1 mol suv hosil bo'libdi. Reaksiya tenglamasi bizga 3 mol suv hosil bo'lganligini ko'rsatyapti. Demak, bu holatda biz necha mol kislorod sarflanganligini topishimiz mumkin. Unda 3 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 6 mol kislorod sarflangan bo'lyapti. Massani saqlanish qonuni bo'yicha reaksiyaning o'ng va chap tomonida atomlar soni o'zgarmaydi. Strelkadan o'ng tomonda 6 kare 2 12 mol O karbonat tarkibida 3 mol suvda demak 3 mol O bor, jami bo'lib 15 mol kislorod atomi reaksiyaning o'ng tomonida bor. Demak, chap tomonida ham 15 molligini ta'minlash kerak. Mana bu kislorod tagidan chiqib kelgan 6 molni proporsiya topganimizni koeffitsient sifatida qo'yishimiz mumkin. Chunki 3 mol suv chiqishi aniq bu reaksiyada ko'p atomli fenol bo'lishi uchun vodorod 6 ta bo'lishi kerak. Vodorod 6 ta bo'lganda suvning oldiga albatta 3 koeffitsient qo'yish kerak bo'ladi. Endi 3 mol suvdan chiqqan kislorod 6 mol bo'ladi va kislorod 6 mol bo'lganda yonish uchun sarflangan kislorod, yondirish uchun sarflangan kislorod 12 mol bo'ladi.
Va o'ng tarafida kislorodlar soni 15 mol ekanligini e'tiborga olsak, biz 15 dan tashqaridan kirgan 12 mol kislorodni ayirsak, 3 mol O fenol tarkibida ekanligini bilishimiz mumkin. Demak, o'sha fenoldagi noma'lum X ning qiymati 3 ekan. O'shanda fenolning formulasi C6H6O3 bo'ladi. Uning molyar massasi esa demak 78 ga C6H6 78 bo'ladi. 48 ni qo'shamiz. Bu 80 ga 46 degani, demak bu 126 gram taqsim mol bo'ladi. Demak bu B javobda berilgan. Agarda siz ham kimyo va biologiya fanlaridan milliy sertifikat imtihoniga malakali ustozlar bilan intensiv tarzda tayyorlanishni xohlasangiz, video ostiga havola qoldiraman. O'tib bemalol kurs haqida tanishib chiqishingiz mumkin.